Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan bir masalani tushuntirib beraman. Ko'pchilikning hujjatlarida bor, lekin o'zi bilmagan yoki e'tibor bermagan bitta yozuv pensiyasi miqdorini oyiga sezilarli oshirib yuborishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu oshish 200 ming so'm, 500 ming so'm, hatto 10 ming so'mgacha yetishi mumkin. Bu gap hammaga bir xil tegishli emas, lekin har bir pensioner, ayniqsa ish staji ko'p bo'lganlar, eski korxonalarda ishlaganlar, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, orden medal, faxriy unvon yoki qo'shimcha huquq beradigan yozuvlarga ega bo'lganlar buni albatta tekshirtirishi kerak. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi yozuv haqida gap ketmoqda? Nima uchun u pensiyaga ta'sir qiladi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa vaqtini behuda sarflamasligi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi amaliy qadamlar bo'ladi. Qayerga borasiz? Qanday hujjat yig'asiz? Arizada nima deb yozasiz? Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga yoki ota-onangizga real pul olib kelishi mumkin. Avval pensiya hisoblashda asosiy e'tibor ikki narsaga qaratilgan. Ish staji va ish haqi. Odam necha yil ishlagan, qaysi davrlarda qancha oylik olgan, mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'ri kiritilganmi? Arxiv ma'lumotlari topiladimi? Mana shu narsalar pensiya miqdorini belgilagan. Lekin muammo shundaki, ko'p pensionerlar faqat umumiy stajni tekshirtiradi. Masalan, men 35 yil ishlaganman. Men 4 yil zavodda ishlaganman. Men maktabda 2 yil dars berganman deydi. Ammo stajning turi, lavozimnoma, ish sharoiti, mukofot yoki maxsus maqom haqidagi yozuv pensiyaga alohida ta'sir qilishi mumkinligini bilmaydi. Hozirgi o'zgarishlar shundan iboratki, ko'p ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda, elektron bazalar bilan solishtirilmoqda, arxivdan tasdiqlovchi hujjat talab qilinmoqda. Bir tomondan bu yaxshi, chunki inson hujjatini topib bersa, pensiyasini qayta hisoblatish imkoniyati kuchayadi. Ikkinchi tomondan, agar mehnat daftarchasidagi yozuvni aniq, xato yoki to'liq bo'lmasa, pensiya organi avtomatik ravishda hisobga olmasligi mumkin. Masalan, odam haqiqatan ham zararli sexda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan. Yoki ayol 20 yil tibbiyot muassasasida navbatchilik qilgan, lekin lavozimnoma noto'g'ri ko'rsatilgan. Yoki erkak urushdan keyingi yillarda imtiyozli staj beradigan joyda ishlagan, lekin arxiv ma'lumotnomasi olinmagan. Men ko'p uchratadigan eng katta xato shuki, pensioner pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tayinlangandan keyin ham agar yangi hujjat topilsa, oldin hisobga olinmagan staj aniqlansa, ish haqi bo'yicha yaxshiroq ma'lumotnoma chiqsa yoki imtiyoz beruvchi yozuv tasdiqlansa, qayta hisoblashni so'rash mumkin. Bu yerda gap kimdir avtomatik kelib sizga pul qo'shib beradi degani emas. Siz o'zingiz hujjat bilan murojaat qilishingiz kerak. Ko'p odamlar aynan shu joyda yutqazadi. Endi men aniq tushuntiraman. Qaysi yozuvlar pensiyani oshirishi mumkin? Birinchi navbatda bu mehnat daftarchasidagi lavozim va ish joyi yozuvi. Masalan, oddiy ishchi degan yozuv bilan yer osti kon ishchisi, elektr payvandchi, kimyoviy ishlab chiqarish apparatchisi, issiq sex ishchisi, rentgen laboranti, anestezist hamshira, traktorchi mashinist, paxtachilik brigadasi a'zosi kabi yozuvlar o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Ba'zi lavozimlar yoki ish sharoitlari qo'shimcha staj, imtiyozli pensiya yoki hisob-kitobda boshqa koeffitsiyentlar bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli bor. Har bir holatda qonun va ro'yxatlar bo'yicha tekshiriladi. Ikkinchi muhim yozuv bu ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotnomasi. Ko'pchilikda pensiya eski yillarda o'rtacha yoki mavjud bo'lgan kam ma'lumot asosida hisoblangan. Lekin keyin arxivdan yaxshi oylik ko'rsatilgan ma'lumotnoma topiladi. Masalan, odam 1995-1990 yillarda katta maosh olgan. Mukofot puli, ustama, tungi navbatchilik, zararli sharoit uchun qo'shimcha haq olgan. Agar o'sha davrdagi maosh to'liq tasdiqlansa, pensiya bazasi yuqoriroq chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat necha yil ishladim emas. Qaysi yillarda eng yaxshi maosh olganman degan savol ham juda muhim. Uchinchi masala bu mukofotlar, faxriy unvonlar va maxsus maqomlar. Masalan, ba'zi toifadagi fuqarolarga qonunchilikda qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki alohida imtiyozlar belgilangan bo'lishi mumkin. Mehnat faxriysi, davlat mukofoti, orden medal, ayrim faxriy unvonlar, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom, Chernobil yoki boshqa maxsus toifalar bilan bog'liq hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil sizga 20 million qo'shiladi demayman.
Lekin shuni aniq aytaman. Agar sizda maqom beruvchi hujjat bo'lsa va u pensiya ishida yo'q bo'lsa, siz pul yo'qotayotgan bo'lishingiz mumkin. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol. 18 yoshli erkak 37 yil ishlagan. Pensiyasi 1 million 900 ming so'm atrofida. U butun umr zavodda ishlaganini aytadi. Mehnat daftarchasida ayrim yillarda faqat slesar deb yozilgan. Lekin arxidan ma'lumotnoma olinadi. U aslida 12 yil davomida zararli sharoitdagi sexda qo'rg'oshin bilan ishlaydigan uchastkada faoliyat yuritgani tasdiqlanadi. Agar bu davr qonunchilikdagi tegishli ro'yxatlarga mos kelsa, uning staji va pensiya hisob-kitobi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada qo'shimcha 370 ming so'm chiqishi ehtimoli bor. Agar oldingi hisob-kitobda ish haqi ham noto'g'ri olingan bo'lsa, o'shish yanada kattaroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 63 yoshli ayol 31 yil tibbiyot sohasida ishlagan. Pensiya tayinlanganda u oddiy hamshira sifatida hisoblangan. Keyin ma'lum bo'ladiki, u bir necha yil reanimatsiya bo'limida navbatchilik qilgan. Tungi navbatchiliklari, ustamalari va zararli sharoiti uchun qo'shimcha haqlari bo'lgan. Mehnat daftarchasida lavozim bor. Lekin ish haqi ma'lumotnomasi to'liq olinmagan. Arxivdan oyliklar bo'yicha 5 yillik yaxshi davr tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Bu holatda o'shish 1 ming so'mdan 600 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha maqom yoki staj ham aniqlansa, miqdor bundan yuqoriga chiqadi. Uchinchi misol. 7000 yoshli o'qituvchi ayol 1 yil maktabda ishlagan, lekin ish stajining bir qismi kolxoz maktabi. Qo'shimcha dars soatlari bilan bog'liq. Pensiya tayinlanganda faqat asosiy ish haqi olingan, ustama va qo'shimcha soatlar hisobga olinmagan. Agar arxivda tarif stavkalari, buyruqlar, tabel va ish haqi vedomoslari saqlangan bo'lsa, ular asosida yaxshiroq ma'lumotnoma olish mumkin. O'qituvchilarda ham har doim 1 million so'm oshadi deb bo'lmaydi, lekin noto'g'ri olingan maosh davri to'g'rilansa, farq sezilarli chiqadi. To'rtinchi misol. Sobiq qishloq xo'jaligi xodimi aytadi. Men 25 yil traktor haydaganman, lekin pensiyam juda kam. Mehnat daftarchasida esa ayrim yillarda kolxoz a'zosi deb umumiy yozilgan. Bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar arxivdan buyruq, hisob-kitob varaqasi, yo'l varaqalari, traktorchilik guvohnomasi, mehnat haqi vedomosi topilsa, lavozim va ish haqi aniqlashtiriladi. Natijada oldin kiritilmagan yillar yoki noto'g'ri baholangan davrlar pensiyaga qo'shilishi mumkin. Kimlar albatta xavotir olish kerak? Men birinchi navbatda 1990 yillargacha uzoq ishlagan pensionerlarga sobiq zavod, kon, qurilish, transport, tibbiyot, ta'lim, qishloq xo'jaligi xodimlariga, ish joyi yopilib ketganlarga, mehnat daftarchasida yozuvlar xira, tuzatishli yoki noaniq bo'lganlarga, pensiya tayinlanganda arxivga bormaganlarga, qo'lida orden, medal yoki faxriy unvon hujjati bo'lsa ham pensiya organiga topshirmaganlarga e'tibor berishni aytaman. Shuningdek, pensiya miqdori juda past bo'lib, lekin odamning staji katta bo'lsa, bu ham tekshirish uchun signal. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinib tursa, pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomalari allaqachon topshirilgan bo'lsa, ish haqi eng qulay davr bo'yicha olingan bo'lsa, qo'shimcha maqom yoki imtiyozli lavozim bo'lmasa, unda katta farq chiqmasligi mumkin. Lekin shunda ham pensiya ishida qaysi hujjatlar borligini bir marta ko'rish zarar qilmaydi. Chunki odam o'zi bilmagan hujjat ham ba'zan muhim bo'lib chiqadi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Mehnat daftarchasidagi yozuv borligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, daftarchada elektr payvandchi deb yozilgan. Lekin imtiyozli staj uchun ishning qaysi ishlab chiqarishda, qaysi sharoitda to'liq ish kuni bajarilgani tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar odam bir oyda 2 kun payvand qilib, qolgan vaqt omborchi bo'lib ishlagan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar u to'liq smenada, zararli sexda, belgilangan lavozimda ishlagan bo'lsa, bu boshqa masala. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasida faqat lavozim emas, ish joyi, bo'lim, sex ish davri va buyruq asoslari ham ko'rsatilgani yaxshi. Ikkinchi noziklik. Lavozim nomi qonunchilikdagi ro'yxat bilan mos kelishi kerak. Ba'zan xalq orasida men shaxtada ishlaganman deyishadi. Lekin hujjatda yordamchi ishchi deb yozilgan bo'ladi. Pensiya organi esa hujjatga qaraydi. Shuning uchun arxivdan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma so'rash kerak. Qaysi shaxta, qaysi uchastka, qaysi lavozim, qanday ishlar bajarilgan.
Agar hujjat umumiy bo'lsa, u yetarli bo'lmasligi mumkin. 3-noziklik. Qo'shimcha pul hamma vaqt ariza berilgan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Lekin ayrim hollarda oldingi davr uchun ham qayta to'lov masalasi ko'riladi. Bu holat hujjatning turi, xatolik kim tomonidan qilinganligi, qachon aniqlangani va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun arizada faqat pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. Yangi aniqlangan hujjatlar asosida pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni. Agar ortiqcha to'lanmagan summa aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. 4-noziklik, arxiv yo'qolgan bo'lsa, hammasi tugadi degani emas. Ba'zi korxona hujjatlari tuman arxivida, viloyat arxivida, idoraviy arxivida, korxonaning huquqiy vorisida yoki bandlik, soliq, statistika organlari bilan bog'liq eski bazalarda bo'lishi mumkin. Ba'zan sud orqali ish stajini tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bunda guvohlar eski hisob varaqalari, kasaba uyushmasi bileti, harbiy bilet, diplom, buyruq nusxasi, maosh vedomosti, mukofot varaqasi yordam berishi mumkin. Lekin sudga borishdan oldin arxivlardan rasmiy javob olish muhim. Chunki sud ham hujjat qidirildimi degan savolga qaraydi. 5-noziklik, og'zaki gapga ishonmang. Men ko'p holatda shuni ko'raman. Odam pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. Eshik oldida kimdir sizga baribir qo'shilmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Bu noto'g'ri. Har qanday muhim murojaat yozma bo'lishi kerak. Arizangiz qabul qilingan raqam bilan ro'yxatdan o'tsin. Javob ham yozma bo'lsin. Agar rad etilsa, rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Shunda siz keyingi bosqichda nima yetishmayotganini bilasiz. 6-noziklik. Million so'm oshish real bo'lishi mumkin, lekin u serli raqam emas. Bu odatda bir nechta omil birga kelganda chiqadi. Oldin hisobga olinmagan katta staj topiladi. Yuqori ish haqi bo'lgan davr tasdiqlanadi. Qo'shimcha maqom yoki imtiyozli lavozim aniqlanadi. Pensiya oldin minimal yoki noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Agar odamda faqat bitta kichik tuzatish bo'lsa, masalan, bir oy staj qo'shilsa, pensiya 1 millionga oshmaydi. Shuning uchun men sizni aldash uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Tekshirtirmagan odam bilmaydi. Bilmagan odam esa pulini yo'qotadi. 7-noziklik. Hujjatlardagi ism familiya farqi katta muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Abdullayeva, mehnat daftarchasida Abdullayeva, nikohdan oldingi familiya boshqacha. Arxiv ma'lumotnomasida otasining ismi bir harf bilan xato. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, arxivning aniqlashtiruvchi xati kerak bo'ladi. Aks holda to'g'ri hujjat ham sizniki ekani tasdiqlanmay qolishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, shu hujjat, orden medal guvohnomasi, faxriy yorliq, mukofot varaqasi, eski maosh ma'lumotnomalari, korxona buyruqlari, kasaba uyushmasi bileti, eski hisob daftarshalari, tibbiy yoki nogironlik hujjatlari. Bularni alohida papkaga soling. Hujjat eski bo'lsa, yo'qotib qo'ymang, nusxa oldiring. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan o'qing. Har bir ish joyi bo'yicha 3 narsani yozib chiqing. Qachondan qachongacha ishlagansiz? Lavozim qanday yozilgan? Korxona nomi qanday bo'lgan? Agar lavozim umumiy yozilgan bo'lsa, masalan, ishchi, xodim, operator, mutaxassis, kolxozchi, shu davrni alohida belgilang. Aynan shu joylarda aniqlashtiruvchi arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, eng yaxshi maosh olgan yillaringizni eslang. Qaysi yillarda ko'proq oylik olgansiz? Mukofot ko'p bo'lganmi? Tungi smena, qo'shimcha ish, zararli sharoit, ustama bo'lganmi? Masalan, 1998-1992 yillarda men brigadir edim. Oyligim boshqalardan yuqori edi desangiz, aynan shu davr bo'yicha maosh ma'lumotnomasini qidiring. Pensiya hisobida to'g'ri davr tanlanmasa, odam katta puldan ayrilishi mumkin. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. U yerda o'z pensiya ishingiz bilan tanishishni so'rang. Qaysi stajlar hisobga olingan, qaysi maosh davri olingan, qaysi hujjatlar mavjud, qaysi davrlar chiqarib tashlangan yoki tasdiqlanmagan, shuni aniqlang. Buni og'zaki eshitib kelmang, imkon qadar yozib oling. Agar sizga ko'chirma yoki ma'lumot berish tartibi bo'lsa, rasmiy so'rov qiling. 5-qadam, arxivlarga murojaat qiling. Agar korxona hozir mavjud bo'lsa, avval
korxonaning kadrlar bo'limi yoki arxiviga boring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman arxivi, viloyat arxivi yoki idoraviy arxivga murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozing. Falon korxonada falon yildan falon yilgacha ishlaganim, lavozimim, ish haqi miqdorlarim, buyruqlar va shaxsiy tarkib hujjatlari asosida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Agar zararli yoki imtiyozli ish bo'lsa, ish joyim, sexim, lavozimim va to'liq ish kuni ishlaganim haqida aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. 6-qadam. Hujjatni olgandan keyin uni pensiya jamg'armasiga topshiring. Arizada aniq yozing. Yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiya miqdorimni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar siz oldingi davr uchun ham farq chiqishi mumkin deb hisoblasangiz, pensiya tayinlangan davrdan yoki qonunchilikda belgilangan muddatdan kelib chiqib to'lanmagan summalarni ham hisoblab berishingizni so'rayman deb qo'shing. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi. Raqam yoki elektron tasdiqni olib qo'ying. 7-qadam. Rad javob bo'lsa, sababini o'qing. Hisobga olinmaydi degan bitta gap yetarli emas. Nima uchun olinmaydi? Lavozim emasmi? Hujjatda muhr yo'qmi? Davr aniq emasmi? Ish haqi ko'rsatilmaganmi? Korxona hujjati tasdiqlanmaganmi? Sababni bilsangiz, kamchilikni to'ldirish mumkin. Agar rad javobi asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish masalasini ko'rib chiqing. Bunda hujjatlar, yozma javoblar va ariza nusxalari sizga asos bo'ladi. 8-qadam. Yolg'on va'dalarga ishonmang. Men tanish orqali 20 million qo'shib beraman. Hujjatsiz qilib beramiz. Pul bersangiz bo'ldi degan gaplar xavfli. Pensiya faqat hujjat va qonun asosida qayta hisoblanadi. Sizning kuchingiz tanishda emas, to'g'ri yig'ilgan hujjatda. Har bir to'lov, har bir staj, har bir imtiyozning asosi bo'lishi kerak. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham, agar mehnat daftarchasida, arxivda, ish haqi hujjatlarida, lavozim yozuvlarida yoki maxsus maqom hujjatlarda oldin hisobga olinmagan ma'lumot bo'lsa, pensiyani qayta hisoblatish mumkin. Ba'zi pensionerlarda bu kichik farq beradi. Ba'zilarida esa oyiga 100 minglab so'm, ayrim hollarda 1 million so'mgacha oshish ehtimoli bor. Buning uchun birinchi navbatda o'z pensiya ishingizni tekshirtiring. Keyin arxiv hujjatlarini yig'ing. So'ng rasmiy ariza bilan murojaat qiling. Kommentariyada yozing. Sizning yoki ota-onangizning mehnat daftarchasida noaniq yozuvlar bormi? Pensiya tayinlanganda arxiv ma'lumotnomasi topshirilganmi? Qaysi sohada ishlagansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri topilgan hujjat odamning har oy oladigan pulni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin.